Diqqat tezkor xabar, endilikda barcha kameralar pravasi yo'q yoki pravasidan mahrum bo'lgan insonlarni yuz qiyofasidan aniqlab, ularga 20 million so'mgacha jarima yozishni boshladi. Siz videoga like bosib, sahifamizga obuna bo'ling, biz to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Xo'p, Admaj aka, bu haqida to'liqroq ma'lumotni berib o'tsak. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan endi joriy yilning 1-aprel kunidan boshlab respublikamiz hududidagi barcha o'rnatilgan maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik qurilmalar, ya'ni radarlarimiz, chorrahalarda o'rnatilgan kuzatuv kameralar orqali pravasi yo'q, ya'ni haydovchilik huquqiga ega bo'lmagan shaxslar hamda boshqarish huquqidan sud tomonidan mahrum bo'lgan shaxslar yana qayta transport vositasini boshqarishi ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ya'ni kameralar orqali fuqarolarimiz yuz qiyofasidan aniqlab, ularga belgilangan tartibda jarimalar qo'llash tartibi boshlandi. Bu degani pravasi yo'q, ya'ni haydovchilik huquqiga ega bo'lmagan shaxslarga 5 baravar, transport vositasini haqiqiy mulkdoriga ham 5 baravar, ya'ni 2 million 60 ming so'mdan jarima. Bundan tashqari, boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxslarning yana qayta transport vositasini boshqarishi bazaviy hisoblash miqdorini 50 baravari, ya'ni 20 million 600 ming so'm ma'muriy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Bu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang.